Juda ham ko'pchilik yuz parvarish haqida so'rabdi. Demak, bugun sizlar bilan yuz parvarish haqida gaplashamiz. Men hali hech qachon sizlarga aytmagan juda ham ko'p narsani hozir aytib bermoqchiman. Yuz parvarishida faqat yuzi ustiga qachon sizni yuzingiz tiniq, chiroyli bo'ladi, qachonki siz to'g'ri ovqatlanishga rioya qilsangiz, har baloni yeyvermasangiz. Misol sifatsiz ovqatlar, fast foodlar, gazlangan ichim. Bugungi kunda har bitta yuzi o'zini muammosi bor. Kimnidir yuzini po'ralari kengaygan, kimnidir yuzi juda ham chувствительный, juda ham baryerlari ketgan, ya'ni baryerlari buzilgan. Yuz parvarish vositalarini olishingizdan oldin albatta konsultatsiya olishingizni maslahat beraman, chunki har bitta mahsulot individual tanlanadi. Misol siz hech qaysi mahsulot haqida informatsiyaga ega bo'lmasiz. Xo'p, endi sizlar bilan yuzdagi muammolar bo'yicha nima ishlatish kerak, qanday ishlatish kerak, qanaqa vositalar yordam beradi. Faqatgina muammoni aytib, nima bekorga kosmetologlar, doktor, dermatologlar именно sostavga qarab, yuzingiz holatiga qarab o'sha kerakli sostavni bermaydi. Bu narsa aynan sizni yuz uchun foydali davolovchi penka va gellarni ko'rsatmoqchiman. Birinchi bo'lib, agar yuzingizda aknelaringiz, ugrilar sizni bezovta qilsa, sostavda salisiloviy kislotasi bor bo'lgan akneni ko'pchilikni yuziga, badaniga, yelka yoki bo'lmasam ko'krak qismiga juda ham ko'p tarzda ugri toshadi. Bu o'zi aslida ichaklarda ovqat yaxshi hazm bo'lmaydi. Yuzingiz ta'sirchan bo'lsa, men sizga albatta sostavida terini tinchlantiradigan va namlantiradigan gialuronkasi bor, baryerni восстановить qilib berishga va terini hozir kojasi yog'lilar meni aniq duo qiladi. Yuzini yog'lanib ketishidan to'yib ketganlar bo'lsa, po'ralari kengayib ketganlar bo'lsa, men sizlarga mana shu 3 ta gelni tavsiya qila olaman. Yuzga nega skrab ishlatish kerak? Agarda siz yuzingizni terisini bitta o'lik qavatini ketkizib, yangi, svejiy yuzingizni terisini chiqarmoqchi bo'lsangiz, taqda skrab. Har doim yuzini xod qilib badanini unutganlar bormi, dedi-yu. Kстати, девочки, har doim yuzingizni xod qilganingizda badaningizni ham esingizdan chiqarmang. Chunki badan parvarishida nimaga ahamiyat berish kerak? Birinchi navbatda har bitta ayolda badani uchun skrabi bo'lishi shart. Skrab badan uchun nega ishlatiladi? Skrab teringizdagi agar yuzlaringiz qarimasligini, qurimasligini va umuman yoshingiz katta ko'rinmasligini xohlasangiz, albatta mana shu brendning penkalarini ishlating. Bu penkalar haqiqatda yuzni ajin tushishini, teringizni qarimasligini, qurimasligini xohlasangiz, unda bu 3 ta penkadan bittasini обязательно ishlating. Birinchisi, Chanel brendini o'sha mashhur musovый, kremobrazный